Baxtli bo'lishga haqqim bormi, opa? Men ham ne orzu havaslarda turmush qurdim. Erim e'tiborsiz, gulam bermaydi, pulam bermaydi, romantika ham qilmaydi, paskuda debdilar. Endi asalim bu hayotda paskuda erkakning o'zi yo'q. Shunchaki pulam, gulam va romantika ham ola olmaydigan ayollar bor. Hech qaysi erkak kishi otasini belidan men paskudaman, umrimda oxirigacha ana shunday ketaman deb tug'ilmagan. Luboy erkakni o'zgartira oladigan ayol bor. Balki siz emasdirsiz desam, xafa bo'lmang gapimga. Bizani o'zbekchilikda erga xotin emas, qaynonaga kelin tayyorlashadi. Pishir, kuydir, yedir, ichir, yaxshi gapir, shirin so'z bo'l. Lekin xonaga kirganda eringga qanaqa gapirish kerak, qanday qilib pulini shilish kerak, ba'zida qizlar bilan gaplashib qo'ygan paytida o'zingizni qanday tutishingiz kerak, baqir-chaqirda qachon qilish kerak, qachon inani oldiga ketib qolish kerak. Ana shu san'atlar o'rgatilmaydi. Qo'limda bo'lganda men hammasini iffatli kelin, mashhura, to'rt pishirish, bichish, tikishga emas, erlar maktabida o'qitgan bo'lardim. Ayol kishini yerga tekkandan keyin bitta vazifasi bor. Eridan pul shilish, o'zini sevish, bo'ldi. Qolgani bo'laveradi. O'zingizni sevganingizdan keyin, eringizdan pul shilganingizdan keyin bolalar chiroyli tarbiya topadi. Kayfiyatingiz zo'r bo'lsa, qaynonani zo'r nimasi xizmatini qilasiz. Eringiz ham sizni ko'rib, gullab, yashnab, jarq-jarq pullar topib kelaveradi. O'zingizni sevmaysizmi? Bo'lmaydi. Buning uchun sizlarga bir Abdulla Said Kamolov psixologni darsini topib qo'ydim, qizlar. Bepul 5 kunga webinar bo'ladi. Million dollarlarga topa olmaydigan darsliklarning hammasini tekinga olasizlar. Narxi $250 bo'lgan Ma'shuqalik sirlari degan kitobni shuni sizlarga tekinga deb berib yuboradi. O'zim ham qatnashyapman. O'shandan beri reyslarimda juda aqlli gaplar gapiradigan bo'lib qolganman. Eringlardan pulni shilmoqchimisizlar? Yagona bo'lmoqchimisizlar? Takrorlanmas bo'lasizlarmi? Manamman degan o'ynash eringlarni olib ketib qoldimi? Qaytarib olmoqchimisizlar yoki da keyingi eringlarga boshqa yerga tegsanglar? Zo'r bo'lib, yagona ayol bo'lib yashamoqchimisizlar? Unda webinarga qatnashing. Qaranglar, bepul webinarga qatnash va bepul darslarni olish uchun profilim shapkasida bepul darslar deb qo'yganman. Shu yerga ustiga bosasizlar va Telegram kanaliga o'tasizlar. O'tganinglarda mana shu yerga podpisatsiya bo'lasizlar. Birinchisi qaranglar, erkakni o'g'irlang. O'zini sevish san'ati, pul bloklari, sevgi o'zimdan boshlanadi. Pul bloklari va baraka, undan tashqari qiymati $250 ga teng bo'lgan Ma'shuqaning top 25 siri degan darsliklar sizlarga tekinga beriladi, qizlar. Meni o'zim ham qatnashmayman, hammamiz birgalikda qatnashib, million pulga topib bo'lmaydigan darsliklarni